Yashnobod tumanida avtomobilda sodir bo'lgan yong'in to'g'risida ma'lumot. 1-yanvar kuni soat 01:59 da Toshkent shahar Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida ikki avtomobil yo'l transport hodisasi sodir etganligi, to'qnashuv natijasida Cobalt avtomobili yonayotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Shunga ko'ra, qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga yetib borib, yong'in o'chirildi. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Alhamdulillah, muhimi mayli, mashina 7 minutga borni yonib ketib qoldi. Yomon tez yonadi mashina o'zi. Buni bilamiz, tajribada ko'rganmiz. Pajarni ham 10 minutga qolmay keldi. Respekt. Kunni kun, tunni tun demi gap yo'q lekin Alloh rozi bo'lsin. Lekin bitta narsa sho'pirlarga aytmoqchiman, shu o'rinda mana shu yo'nalishni ochib qo'yishni o'rganaylik bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Aqllilik qilmayapman. Bitta liniyani ochib qo'yaylik. Bu yoqdan skoriy keldi, sal qiynaldik, lekin Pajarniydan sho'pir telefon qilganda men ham aytdim, qayerda adres konkretni bittasi gaplashib kelar ekan, kelayotganda o'zi aniq lokatsiya bilan keladi, bular yana men bilan svязda bo'lib turdi. Men yo liniya dedim, keyin mana rayonni shu nachalnik militsiyasimi, kim gaisimi o'sha odam chiqdi. Keyin unga qaytib qildimda, yo'lni ochtirib turaylik dedim. Men bitta xodimlar bor edi. Sirazi hammasi yo'lni ochib, men yo'lni tozaladi. Men yo'ldan streshni kirib kelib, mana Umas 15-16 minut bo'ldi o'zi. 7 minutda mashina yonib ketib bo'ldi. Men Pajarning 10 minutga qolmay keldi. Tepasida turibman qarab. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Temir topiladi. Muhimi hech kimga jabr yetmadi menimcha, inshaalloh. Sirg'anib ketib qoldi. Yer sirg'anchiligini hisobiga o'rtoqlar. Ehtiyot bo'laylik.